Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz muayyan o'zgaruvchini aniqlash. Bugungi mavzumiz juda ham muhim mavzu. Xuddi boshqa mavzular qatori, chunki muhim bo'lmaganda o'tirmagan bo'lardik. Bugungi mavzu qayerda kerak bo'ladi? Bugungi mavzu siz matematikada tenglamalarni ishlayotgan paytingizda agar noma'lumlar juda ham ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, juda ham kerak bo'ladi. Bugungi mavzumiz agar siz fizika o'qiydigan bo'lsangiz, sizga juda ham kerak bo'ladi. Bugungi mavzumiz agar siz SAT matematikasi tayyorlanadigan bo'lsangiz, sizga juda ham kerak bo'ladi. Bugungi mavzu bir necha noma'lumlarni ishdan ulardan faqat bittasini aniqlab ajratib olish. Misol uchun mana bu tenglikka qarang. 3x - a barobar kx plus b. Mana shu tenglikdan bizdan x ni ajratib ber deb so'ralsa, biz qanday qilib undan x ni ajratib olishimiz mumkin? Diqqat qiling. Xo'sh, x mana bu yerda bor va mana bu yerda bor. Demak, ikkalasini men jamlashim kerak. Demak, buni bu yoqqa olib o'taman. Demak, 3x o'zini tomonda, kx bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Minus a ni bu yoqqa olib o'tay, plus a bo'ladi. Bu yoqda a plus b hosil bo'ladi. Ikkalasida ham x bor, x ni qasddan tashqariga chiqaraman. Demak, 3 minus k barobar a plus b. Endi ko'rinib turibdi, x barobar a plus b taqsim, buni bu yoqqa bo'lishib o'tkazamiz. O'quvchilarning tili bilan aytganda mana bunday ko'rinishi keladi. Demak, mana bu tenglamadan biz x ni topib oldik. Fizika kim o'qiydigan bo'lsa, fizikada o'quvchilar 10 talab formulalarni yodlab yuradi. Aslida u bitta tenglikni har xil o'zgaruvchilari topilgan ko'rinish bo'ladi. Siz aslida mana bu narsani qilish qo'lingizdan kelsa, buni o'rganib olsangiz yaxshilab, siz 10 ta formula o'rniga bitta yodlasangiz sizga yetarli bo'ladi. Juda ham foydali narsa. Endi ikkinchi formulamiz. Mana bu yerdan h ni topish so'ralgan ekan. H ni topish bizga bir qadar oson bo'ladi. Keyingi tenglikni har ikkala tomonni bir xil narsaga ko'paytirish mumkin degan qoidadan tenglamani har ikkala tomonni 2 ga ko'paytiramiz. A ni 2 ga ko'paytirsam 2a. Bu tomonni 2 ga ko'paytirsam mana 1 taqsim 2 bilan 2 qisqarib ketadi-da. Bu yoqda a plus b ko'paytirilgan h qoladi. Ana endi tenglamani har ikkala tomonni bir xil songa bo'lishga ham haqqimiz bor. Ikkala tomonni ham a plus b ga bo'lib yuboraman. 2a ni a plus b ga bo'lsam 2a taqsim a plus b. Mana bu yoqdan a plus b ga bo'lsam, mana bu a plus b bilan qisqarib ketadi, h ni o'zi qoladi. Mana h ni topdik. Demak, h 2a taqsim a plus b ga teng. A ni o'rniga katta a ni, kichkina a ni, b ni, h ni o'rniga sonlar qo'yib tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Million marta tekshirib ko'rsa, million marta to'g'ri chiqadigan narsa. Endi mana bu yerda mana bu tenglikdan bizdan f ni topish so'ralgan ekan. Keyin f ni topish uchun tenglamani har ikkala tomonni bir narsaga ko'paytirib yuboraylik. Bizga tenglikni hisoblab olishimizga mana 5 taqsim 9 xalaqit qilyapti. Chunki butun son emas-da. Shuni keyin yo'qotish uchun 9 taqsim 5 ga ko'paytirib yuboramiz o'zini teskarisiga. S ni 9 taqsim 5 ga ko'paytirsam 9s taqsim 5. Bu tomonni 9 taqsim 5 ga ko'paytirsam, mana 5 taqsim 9 bilan qisqaradi. 9 bilan 9 ketadi, 5 bilan 5. Demak, f minus 32 ni o'zi qoladi. Undan keyin 32 ni mana bu yoqqa plus qilib o'tkazsam, 9s taqsim 5 plus 32 barobar f. Mana f ni topib oldik. Endi narigi formula. Mana bu yerdan t ni topib berish so'ralgan ekan. Bu yerdan t ni topishda keyin sizlarga bir oson yo'lini ko'rsataman. Shuni taqsim 1 deylik. Agar biz proporsiya qilsak, buni bunga ko'paytmasi, buni bunga ko'paytmasiga teng bo'ladimi? Ha. Demak, p v mu barobar m r t. 1 ga ko'paytirsa hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun o'zini yozib qo'ya qol. Endi bizga mana t kerakmi? Har ikkala tenglik, har ikkala tomonni m r ga bo'lib yuboramiz. P va mu ni m r ga bo'lsak, mana bu yoqda m r ga bo'lsak, mana bu bilan, mana bu qism bilan qisqarib ketadi, t ni o'zi qoladi. T ni o'zi qoladi. Ana endi men sizlarga bittasini aytaman. Mana bu formula Celsius bilan Fahrenheit shkalasi o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Ya'ni siz Celsius shkalasi bo'yicha 30 gradus desangiz, 30 gradus Celsius desangiz, amerikaliklar uni tushunmaydi. Ular Fahrenheitda gaplashadi. Demak, Fahrenheitda nechi bo'ladi? Lekin Celsius bo'yicha 0 gradus Celsius desangiz, 0 gradus Celsius desangiz, Fahrenheitda nechi bo'ladi? O'sha Celsiusdan Fahrenheitga, Fahrenheitdan Celsiusga o'tish uchun mana shu formula ishlatiladi. Mana bu yerga Fahrenheitdagi temperatura qo'yiladi, bu yerdagi Celsiusga.
Bittasi bo'lsa Fahrenheit qo'ysangiz Celsiusni topib beradi, Celsiusni qo'ysangiz Fahrenheit topib beradi. Bu shunaqa formula. Endi sizga savol. Mana bu qanaqa formula? Bu nimani aniqlab beradi? Va yana sizga savol. Mana bu qanaqa formula edi? Bu nimani aniqlab berardi? Va sizga yana bitta savol, ikkitalik savol. Birinchisi, mana shu formuladan siz V ni topib bering menga. Xuddi boya o'rganganimizda ichidan V ni ajratib oling. Va sizga savol, bu formula o'zi nimani aniqlaydi? Nimani aniqlaydi? Javoblaringizni kommentariya qismida qoldirishlaringiz mumkin. Va dars tugatishdan oldin yana bitta narsa. Men aytdim, kim fizika o'qiydigan bo'lsa, juda foydasi katta deb aytdim. Xo'sh, nima foydasi bor? Kelinglar shuni bir ko'raylik. Misol uchun qarang. Fizikada kinetik energiya nimaga teng? mv kvadrat taqsim 2 ga teng. Potensial energiya nimaga teng? mgh. Xo'sh. O'quvchilar juda ko'p formulalar yodlagan, lekin men ularni deyarli birortasini yodlamaganman. Lekin ular ishlaydigan masala men ishlay olaman fizikada. Qanday qilib? Qarang. Deylik. Bir jism muayyan bir balandlikdan pastga tashlab yuborilyapti. Demak, h balandlikdan tashlab yuborilyapti. Yerga qanday tezlik bilan tushadi degan savol berildi. Men hech qanaqa formulani bilmayman, yerga qanaqa tezlik bilan tushadi. Lekin bitta narsani bilaman. U mabiyotda bo'lganda, tashlab yuborilayotganda uni tezligi bo'lmagan. Tashlab yuborishdan oldin uni tezligi yo'q edi, u tashlab yuborgandan keyin tezlik paydo bo'ldi. Demak, u yerda unda tezlik yo'q edi. Tezlik bo'lmagandan keyin kinetik energiyasi bo'lmagan, potensial energiya bo'lgan. Endi yerga tushganda H0. Demak, bu yerda potensial energiya yo'q, kinetik energiya bor, tezlik bor. Demak, kinetik energiya bor. Potensial energiya to'laligicha kinetik energiyaga aylangan nuqta qayer? Yerga tushish vaqti. Xo'p. 10 litr suvni boshqa bitta idishga quysam, boshqa idishga 10 litr suv quyiladimi? Mana bu potensial energiya o'zini energiyasini kinetik energiya ko'rinishga o'tkazyapti. Demak, miqdor teng bo'lishi kerakmi? Shunchaki holat o'zgaryapti xolos. Demak, miqdor teng bo'lsa, men yozamanki mv kvadrat taqsim 2 barobar mgh deyman. M lar qisqarib ketadi. V ni topsam 2gh ildiz ostida. Demak, mana shu formula orqali balandlikdan h balandlikdan tashlab yuborilgan jismni yerga qanday tezlikda tushishini aniqlash mumkin. Misol uchun h 5 bo'lsin. 5 metrdan tashlab yuborsa, qanaqa balandlikda, qanaqa tezlikda tushadi? Demak, v barobar ildizda 2 ko'paytirilgan 9.8 ko'paytirilgan 5. Xo'p, bu demak ildizda 98 bo'ladi. Taxriban 10 degan. Taxminan 10. Demak, 5 metr balandlikdan tashlab yuborilgan jism yerga taxriban 10 metr taqsim sekund tezlikda tushar ekan. Xo'p, men mana bu formulani bilamanmi? Bilishim shart emas. Men shunchaki ikkita narsani tenglab, uni ichidan nimadir noma'lum bo'lsa, o'shani topib olishni bilaman. Endi bu fizikaga kerak, biz matematika o'rganyapmiz deydigan odamlar uchun to'g'ri. Bir jihatdan, lekin matematikada ham shunaqa holatlar keladi, masalalarda noma'lumlar juda ham ko'p bo'ladi, ichdan bittasini tanlab olish kerak bo'ladi. Yoki SAT imtihonida to'g'ridan-to'g'ri mana shunga o'xshagan fizik holatlarni matematik modellashtirilgan holatni sizga taqdim qilib, fizik holatdagi masalasidan ishlab berishni so'rashi mumkin. Demak, darsimiz shu bilan tugadi. Fikr mulohazalarni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosib, tanishlaringizga tarqatib qo'yishlaringizni so'ragan bo'lardik. Bu bilan videoni tarqalishiga va ushbu kontentni, ushbu loyihani rivojiga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shgan bo'larsizlar. Xayr, salomat bo'ling.